Tez va oson murabbalı pirog. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan bor yo'g'i 15 daqiqa xamir uchun masalliqlarni yig'ishga va kubi bilan 40 daqiqa tayyor bo'ladigan, og'izda eriydigan juda mazali va oson pirog tayyorlaymiz. Idishga 2 ta tuxum, yarim choy qoshiq tuz va 170 gram shakarni solib yaxshilab ko'pirtiramiz. So'ngra ustiga 100 mg o'simlik yog'i va 100 mg sut quyib aralashtiramiz. Endi 230 gram unga 1 osh qoshiq razrıhlitel va vanilin qo'shamiz. Xamirimiz silliq holga kelishi kerak. Tayyor xamirni sariq yog' bilan yog'langan qolipga qo'yamiz va ustiga xohishga ko'ra murabbo, jem yoki mevalarni terib chiqamiz. Pirogni 180 darajaga qizigan pechkaga 35-40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Mana choybob shirinligimiz tayyor. Tez va oson, juda mazali. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqqan bo'lsa bir kulib qo'ying-da, salomat bo'ling. Yoqimli ishtaha.